Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizdeki devamında bugün Suyuti şundaqdaydı. Ebu Bakır Sıddıq'nınki bazı hükümnamları edeydi. Bazı meselelerde qanday hükümler çıkargan şunu tanışıp çıkayla. Hem de Seyf diye alim Futuh namlı kitabıda özün ustazlardan rivayet kılınışça bu Seyf diyen özü Temim kabilistin hazır kılmış o Riyaz tarafki doğru kıldı. Bunun şu Futuhat İslam İşgaliyet Hareketleri namlı kitabına ait meşhur tarihi eser. Muhacir ibn Abi Umeyye diyen adam Yamamik emir iken. Yamam diyen hazır kılmış Qasim, Necid, Riyaz müşterepten üstüyorlar. Bu adam şu vaxtıda hem de Yamami'de, Riyaz tarafında emir vaxtıda iki Nakşiçi Çolpan'ınki davası bu adamga yetkizilipti. Bu iki Nakşi Çolpanba birisi Peygamberimizin tillab nakşi koydu. Degenken onunki kolunu kesip, onunki tişini julup eleytipti. Yani birisi Müslümanlarını hacı kılıp, hakaretlep nakşi koyduğun bir ayolken. Onun bu kolunu kesip, onun bu tişini soğurup eleytipti. İşkilisini okşaş. Bu gapni anlagandayken Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anhu özünün bu valisi Muhacir ibn Abi Umayyaga xat yazıp mundaq depti. Sen Resulullah'ını tillab nakşi okugan ayolda mundaq işlarni qilsa. Endi burun bu işin qilib bo'lmagan bo'lsang, men o ayolni seni o'ltirishga buyuraydim. Chunki payg'ambarlar to'g'riliq qilingan haqoratning jazosi hech qanday jazoga o'xshash bo'lmaydi. Kim ashunda qilsa musulmonlarni payg'ambarlarni tillab haqoratlasa, yoki u murtaddir, yoki u bo'lsa musulmonlarning emirlik asosida yashayotgan şartlik kelishimnomli kafir bulup bu Resulullah'ını ya peygamberlerini tilish orqali bu kelishimni buzgan aldamchi jang e'lon qiluvchidir dedi. Ammo musulmonlarni tilab naqsh o'qigan cho'lponga kelsak, endi u islomni da'vo qildigan men musulmon deydigan bo'lib qolsa, uni azroq adablab, uning tishlarini yulib ilib etmay, biroz uningga ta'zir yuzida jazo qo'llansak bo'ldi. Eğer endi bu zimmi olab qalsa, zimmi deganimiz endi bu musulmonlarniki emirlikda yashayotgan ayolda cho'qim sen onun sherik mushrik aqidasini kechirib bunda qilsang u sherik nodimi ig'ir tursa bu musulmonlarni tillashsin u xudoning payg'ambariga qarshi sherik keltirgan tursa u bunodimi ig'ir emasmi? Uni kechirib etsan dedi. Eğer bunda işqa bunun yağı bunda kol tıkıp kalsan, müştah işini tıkıp kalsan çokum sana yamanlık etip kalıdı dedi de. Ağahlandırış bəydi. Şunun için hem kengçilik siyasetini kullanılan ya ki şunu kabul kılgın. Bunun başka bundan keyin kişilerinki üye beylerinin əzalarını kesip tutulan, onda eyipnak koyduğun evvalda saklanğan. Buna ait ağır cinayet. Şundaqla bu adamını yergindirdiğin bir halat xalqның bu görünüşü. Lekin qisas meselesinde unda emas. Qisasda çoqum nani kesken bo'lsa shu kesimiz deb shundaq dedi. İmam Malik rahmetullahi alayh Darqutnila Safiye bint Abi Ubayd degan ayolda rivoyat qilib, bir odam bir to'y qilmagan bir qiz bilan bir yerda bo'lib qolibdi-da, o'zininki qilgan gunohini e'tirof qildi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o adamni qamchilashga buyurdi. Adam Fadak degan bir jutqa, şu Arab yerim oralidagi bir jut, shu yerga palagan. Ondan başqa Abu Ya'la Muhammad ibn Hatib'den rivoyat qilishicha, Abu Bakr Siddiqninki qishqa bir o'g'li qilgan adam keltirildi. Bu adamninki put-qo'llari hammasi kesilgan ki. Abu Bakr dediki, sana Peygamber Aleyhissalatu vesselam hüküm qilgan hükümden başqa narsani topolmayman. O'ltirish buyurgan Peygamberimiz. Resulullah sen en yaxshi biladi deb o'ltirish buyurgan. Demak bu odam necha qitim o'g'li qilgan bo'lsa kerakda, necha qitim o'g'li qilib qolgan, yanmagan, shuni oxirgi hukmda o'ltirish buyurgan. Endi Malik Qasim ibn Muhammadda rivoyat qilishicha, bir odam Yamanlikkan. Putimi qo'lim kesilgan odam ekanda, balki bir puti bir qo'li bo'lsa kerak, u odam kelibdi. Kelib Abu Bakrning uyiga mehmon bo'lib tushib, Abu Bakrga arznoma qilib, Yamanning valisi menga zulm qildi debdi. Lekin bu adam kechida qo'pab namoz o'qiydigan, tahajjud o'qiydigan odamki. Abu Bakr dediki, Abu Bakr hamda bu ta'sirlanib degan bo'lish kerak va abik dedi.
yani dadang rahmet qilsin degandek yoki dadang pido degandek bir gap bo'lsin-da. Bu sening bu kechida bu o'g'illik qilgan kech emas. Sen bu kechidagi holatingda seni bir o'g'illik qilgandek ko'rdim dedi. Lekin Abu Bakr oilasi Esma bint Umays Abu Bakrning ayoli. Bu ayolniki bir halqisini bijtirib qoldi. Ya bir zenci degandek. Şolar bu izlep topamıda. Lekin u adam billa izlish bir tane gap o'g'ri, Yamanda kelgan o'g'ri. Billa izlish berib, ey Alloh, mushundoq bir yaxshi odamning oilasida qonab, mushada mushundoq zibzinatun ilvoga adam bo'lib qolsa, mushada turib, bu Allohning jazoing olsun deb duo qildi. Taqbillah. Shuning bilan o zibzinnatni yoki halqini bir zaganing qishidan tepib, shunlar bu zaga guvohlik qilib, shunday bir putqol kesib ketgan birisi eklab sotgan degan ekan, bu cho'loq e'tirof qildi. Hem o adamı guvohlik berdi zagama, shu ekkaga degan ekan, Abu Bakr uning yana bir sol qo'lini kesib berdi. Kesib bo'lib dediki Abu Bakr, azbiray Xudo bunun oğlu qilg'indimmi, bunun o'ziga duo qilgani men ig'ir keldi menga. Men qabul qilolmadim deb degan. Demak bu bir qo'l kesilgan o'g'rining yana bir qo'lini yani Abu Bakrniki hukmi bilan yana bir kesilgan. İmam Darqutni Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir qalqon puli 5 dirhamlik qalqonda yani qo'lni kesgan dedi. Bu qandarak mal o'g'ilsa qanchalik qimmati va qo'lni kesimiz degan mazmunga dalil bo'la oladigan so'zlar. Abu Nuaym Hilya nomli kitobida Abu Salihda rivoyat qilib dediki, Yaman ahli Abu Bakr Siddiqning zamonida Madinaga kelib, ular Qur'onni o'qigan vaqtida yig'lab ketishdi ular. Abu Bakr shunday dediki, bizmi dastlabda mushtaq edik. Qalblarimiz keyin kuchayib, tovlangan vaqtida Allohning haqiqat tunigan vaqtimizda biz yig'imiz to'xtagan degan mazmunda gap qilgan. Hem de İmam Bukhari İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet kılsa Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ailesi gözüdüler. Yani ailesiyle kandak münasebette, kandak edeb ahlaklı boğaz şu ügününler diye mezbunu gap qilgan. Ebu Ubeyd Garib namlı kitabda Ebu Bakır Sıddık rivayet kılıp dedi ki, yani fitne qo'zg'olib, fitne dunyoga qoplanishdan burun islomdagi dastlabki davrda o'lib ketgan kishilarga muborak bo'lsin deb mushnam deb ketgan edi dedi. Yani 4 hadis alimleri İmam Malik Kabise radhiyallohu anhu rivayet kılınca dedi ki bir çoğun ana Ebu Bakır Sıddık'nınki qishig'i kelib o'zining mirosini talab qilib so'rab ketdi. Dedi ki Allah'ın kitabida, Resulullah'ın sünnetida bu çoğanıga yani sana qandaq narsa belgilganligini bilmayman. Men kishilardan so'rab qaytib ketgan edi. Shunchalar bir olim, bir xalif bo'lsinmi? Darhol javob beryapti bilmagan narsaga. Shunday kishilardan, sahobalardan so'rab cevap berganlar. Mughirah Shu'ba deydi hamda u ayol men Rasulullah'niki Mughirah Shu'ba dediki bir ayol işte çoğana Rasulullah'ın qishig'i kelgan vaqtda buning oltidan birini bergan degan ekan Abu Bakr sendan boshqa adam bormi billa guvohchilik bo'lgan desa Muhammad ibn Muslima qo'pab dediki Mughirah deganga o'xshab gap dedi. To'g'ri, oltidan birini bergan cho'ng'anaga degan vaqtida Abu Bakr Siddiq darhol bu cho'ng'anaga shu oltidan birini bo'lib bergan merosdan. Ya'ni bir odam o'lib ketib, masalan, u odamningki onasi biri o'lib ketgan bo'lsa, lekin onasi yoki dadasining onasi bo'lgan bo'lsa, deganda bu shu cho'ng'anaga oltidan birini bergan merosdan. Şart onu bulmağa ahvalasıda. İmam Malik Darqutni Qasim ibn Muhammad rivayet kılınca iki çoğana Abu Bakr Sıddıq'nınki qishig'i mirosini talab qilib ketdi. Biri onaning oni, biri dadining onasi ekan. Shuning bilan mirosni onaning oniga beribdi-da, uningga Abdurrahman ibn Sahl al-Ansari bu Badrga qatnashgan Bani Harisa jamoatidan ey Rasulullahning xalifasi deb mundaq debdi. Sen mirosni ulab ketsa, uni miros ololmaydigan birisiga berib qolding ya. Ulab ketsa, yani ulab nevirsi miros ololmaydigan birisiga berib qolding. Sen uni o ikkisini orasida taqsimot qilib bo'lib bergan deb shundoq degan deydi. Ash bolaning mirosini ikki cho'ng'anining orasidan berib bo'lib bersin demoqchida. Çünkü mesela ona taraf çoğuna ölüp ketken vaxtida ona taraf çoğuna
Onu taraf, çoğunu tarafdan hem de o nevirlige miras tekmiki təsirək buludu adətdə. Çünki onunki oğalları oldu, oğallarının oğalları oldu. Çünki oğalının oğlu aldı, kızının oğlu alanmaydı adətdə. Şuna hem de eğer o ayal ölüp gelse ölüp alanmaydığı adamı köp kısmını veremse, ikisi tanı bir adamında bölgüzüp bergenler. Abdurrazak o'zining Musannaf nomli kitobida rivoyat qilinishicha Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilib, Rupaning ayoli kelgandi. Taloq qilingan ayolda bu ayni vaqtida. Bu Rupadan keyin Abdurrahmon ibn Zubayrga tekkan ekan bu ayol. Lekin endi Abdurrahmon ibn Zubayr o ayoldan bir yerda bo'lolmagan ekan. Ma'lum sabablar tufayli. Shunga bu Rupaga qaytsam debdi. Ya'ni koni yerga. Peygamber sallam dedi ki ya ikilinglar bir-biringlarni ta'min etib beqib ondan debdi. Müşaga qadar Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan, Sahih Muslimda. Endi Abdurrazak keyin buning qo'shib, u ayol yana o'tirib shuni bilan kelib xabar berib, men Rasululloh demakda, meni Abdurrahmon tutdi, ya'ni biz tetishdik degan gapim. Degandan burun eriga qaytishni Rasululloh yana cheklabdi. Rasululloh o'zining bildigan taraflar bo'lsa kerak. Va debdiki, ey Allah agar shu ayolning Rupaga qaytish mas'ulasi bo'lib qolsa, yana bir qatim uning bilan nikohi bitmaydi debdi. Bitmaydi deb. Demak, Rasulullohning davrida o ayolniki u orzusi koni eri qaytish orzusi amalga oshmadi. Abu Bakrning, Umarning zamonlarida yana shu koni eriga qaytish talqin talab qilib kelsa, bu Abu Bakrlar Umarmi cheklagan. Yani koni eri qaytishga ruxsat qilmagan edi. Chunki Rasulullohning hukmini kuchga ega qilgan bo'lar. Bayhaqi Uqbat ibn Amir rivoyat qilib, Umar ibn As, Shurahbil ibn Hasana bu ishkaylan shu Sham diyoridagi dağınıq askeri qo'mondonlar Abu Bakr Siddiqniki. Bu ishkaylan endi Uqbat ibn Amirni Abu Bakrdan qishig'i elchi qilib evatibdi. Pochtkesh şekilde. Şam'niki şu vaqtdagi bir petriq, ya'ni bir popaning kallasini kesib evatgan ekan. Binan deydigan. Bu adam Abu Bakrning qishig'i kelganki bu avolni nihoyatda yoqtirmabdi. Yoqtirmay uning o'qba debdiki, Rasulullohning xalifasi agar uni bizni tutib olsa, ashta kallamizni kesib u ham yo'llashdi ya degandan keyin Abu Bakr Siddiq debdi. Parislar Rumniki tutgan yo'lni tutamsizlar, o ikki ashta yo'lni tutamdi. Mana bundan keyin boshini ko'tarib aytganmisan, bo'ldi, xabar qilib xat yozib qo'ysang, bo'ldi, palonning kallasini kesib qilib qo'ysang, yetadi shu menga deb shuna inkor qilgan deydi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi Qays ibn Abi Hazimni rivoyat qilib, Abu Bakr Ahmaslardan bo'lgan bir ayolning qishig'iga kirdi. Ahmas degan bu yerda hamdonliqi ayni vaqtdagi Ahmas deydigan bir nimalar bo'lgan, bir guruhlar. Bular nihoyat o'zini taqvo chaqlaydigan Quraysh qabilalaridagi bir qism kishilar, boshqa arab qabilalariga o'xshamaydigan shaklda haj qildigan usulni qo'llangan, bu nihoyat qattiq yo'l tutganlar. Bu ayolmi shu guruhdan bo'lsa kerak. U ayolga Zeynab deyildi. Şunlar o ayol gap qilmayapti degandan keyin nima gap qilmaydi bu ayol deb so'radi. Degandan keyin ular bu nihoyat o'zi jim turib haj qildigan bir shaklni yo'lni tanlab ekan degandan keyin o ayolga Abu Bakr debdiki, gap qiling, bunda ish durust emas. Bu jahiliyatning ishlari degandan keyin gap qildi. Degandan keyin siz kim o deb o ayol degandan keyin muhojirlardan birisi debdi. Degandan keyin o ayol qaysi muhojir degandan keyin Qurayshlar degandan keyin Qurayshlarning qaysi jamoatida deganda Abu Bakr Siddiq "Jaman jiq gap so'raydi ekansiz, men Abu Bakr" debdi. Degandan keyin u ayol javob berib mundaq debdi. Yani savol so'radi-da bu ayol. Unda qo'ysa Alloh subhanahu va taolo jahiliyatdan keyin bizga ato qilgan mushu yaxshi ish ustida biz qanchalik davomlasha olamiz deganda Abu Bakr javoban mundaq debdi. İmamlaringlar, boshliq rahbarlaringlar nihoyat yaxshi bo'lsa, ular odil bo'lsa, sizlar cho'qim uningda menga mushta davomlasha olasizlar debdi. O ayol yana mundaq debdi. Bu imomlar degan nima, qanday odamlar degan vaqtda voy sening qavmingda deydi. Sening ya millatingda, sening qavmingda
ularni yaxshilik buyuradigan ya bir ishlar buyuradigan, ularga bo'ysunadigan bir boshlar, rahbarlar, qo'mondonlar yo'qmi degandan bor albatta degandan shu kishilar, ana shu kishilarga mas'ul bo'lgan shu rahbarlar shu deb javob bergan deydi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilishicha, Abu Bakrniki bir quli bor ekan. Uningga ancha-muncha pul tepib ekirib turgan. Abu Bakr shuning tep etchigan pulini yeydi ekanda, bir kuni bir narsa ekapida, hamda shunda yebdi Abu Bakr. Uning bu qul bola debdiki, bu nima bilamsiz degandan Abu Bakr nima edi debdi. Degandan keyin men jahiliyatda bir baxsh etdim dedi. Men baxshilikni yaxshi qilatdim, bildim. Baxshilikni yaxshi qilolmaydim men, to'g'ri. Lekin men uni aldab qo'ygandim, rammallik qilib. Shuna bugun meni qashirib kelib, shu ko'na vaqt joylatdiki, shu haqqimni berganda, mana mush yegan narsa, shu narsa shu dedi. Abu Bakr qo'lini shu ichiga tiqib og'ziga, qo'saqlik narsani hammasini qisib to'kib etgan dedi. Ya'ni bu haromdan tepilgan mol deb o'ylab, demişim shu, buni hammasini qisib shu yo'qilib etgan dedi. Hamda İmam Ahmad Zuhd nomli kitobida Ibn Sirinda rivoyat qilib, hamda Abu Bakrdan boshqa bir tomoqni yeb, harom tomoqni yeb yoki da shubiylik tomoqni yeb, qusib etgan odamni bilmayman deb mush qissani bayon qilib o'tgan dedi. İmam Nasai rahmatullohi alayhi Islamda rivoyat qilishicha, Umar radhiyallohu anhu Abu Bakrniki tilini tutgan holda ko'rgan ekan. Va mundaq degan ekan: "Mana mushu nurg'un qitim meni mushundaq qulaysiz holatlarga ekib qo'ygan, bir ovarchilikqa nisb qo'ygan narsa deb tilini til a'zosini tutgan" dedi. İmam Abu Ubayd G'arib nomli kitobida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rivoyat qilib, bu kishi Abdurrahmonning qishdi o'tibdi. Abdurrahmon ibn nima bo'lsa kerak? Avf bo'lsa kerak. U bir o'ziniki qo'shnisi bilan jidal majra qilayotgan, ya bir ishda masal talashayotgan. Onunğa debdiki qo'shni bilan jidallashmagan. Bu qo'shnining qishingni qilib qo'yib, kishilar senda yo'qoladi. Ya'ni haq ketib, men shu qo'shni bilan birga yashaysa emasmi deb shunaq degan. Bu yerdagi al-mumaza degan masala jidallashish, husumatlashish degan mazmunda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.